Qaytamiz yana efirga qadrli do'stlar. Navbatdagi jang 61 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. Dastavval oktagonga Nur Ahmadaliyev chiqib kelmoqda. Qirg'iziston vakili Bishkek shahridan. MMA bo'yicha sport ustasi 7-5 rekord 12 jang o'tkazgan. Tajribali sportchi, tajribali jangchi. Shahzodbek Yo'ldashev ko'tariladi. Uning raqibi ekraningizda ko'ryapsiz, do'stlar. Bu jangning o'ziga xos ahamiyatiga ega. Nima uchun aytib o'taman? Hamda Pro Fighting hamda Patriot Fighting Championship promotionlarining hamkorlikda bundan ikkita turnir avvalida bu ikki jangchi o'zaro to'qnash kelgan. Murosasiz, qizg'in, keskin o'tgan jangda o'shanda Qirg'iziston vakili Nur Ahmadaliyev g'alaba qozongan edi. Hozir bu jang revansh hisoblanadi. Oktagonga yurtdoshimiz 23 yoshda Andijon viloyati vakili O'zbek Patriot Ahmad O'zbekiston klublari a'zosi Bekzod Jiyanov Nursulton Ro'ziboyev shogirdi 4-1 rekordiga ega. O'sha bir mag'lubiyat aynan Nur Ahmadaliyevdan uchragan ekanligini ham aytib o'tishimiz kerak va hozir revanshga shay bo'lib, tayyor bo'lib chiqib kelmoqda Shahzodbek Yo'ldoshev. 10 ming nafardan ziyod bo'lgan muxlislar ko'z o'ngida. Open FC turnirida ekan do'stlar. Open FC turnirida bu ikki sportchi o'zaro to'qnash kelgan. O'shanda 2021-yilda Nur Ahmadaliyevning qo'li bilan kelgan qizg'in edi, aytib o'taman, keskin kechgan jang. Omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz Shahzodbek Yo'ldoshev. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, ko'pdan kutilgan jang, ko'pdan kutilgan revansh. Закончилось поединок. Первый бой синий угол, ему 21. Тренер Руслан Саитов, он мастер спорта по ММА, профрекорд, 12 jang, 7 g'alaba. Представляет спортивный клуб Сала, Кыргызстан, Бишкек. Nur Ahmadaliyev.
23 года. Тренеры Бексал Джиянов и Нурсултан Розибаев. Он мастер спорта по ММА. Профрекорд. Бештаджайн Торта Галаба представляет спортивные клубы УЗБ Патриот Ахмат Нурсултан Тим Андыжан Асакта. Елена Абжаин провел. Внимательно слушаем команды. После стоп не работаем. Пожалуй, Dadaxon Hasanov tomonidan ko'rsatmalar berildi. Har ikkala sportchi tayyor. Demak, revansh amalga oshadimi? Yoki yana Qirg'iziston vakilining qo'li baland keladimi? Teng kuchga va mahoratga ega bo'lgan jangchilar o'rtasidagi bahsni ko'rib olib bilamiz. Chapaqay Yo'ldoshev. Lokik ehtiyotkorlikni esdan chiqarmayapti. Lokik bilan javob qaytardi Ahmadaliyev. Chap qo'lda cross, ha? Mumkin emas qo'lni tushirish. Nursulton Ro'zboyevning tinimsiz ko'rsatmasi. Qo'l baland turish kerak. Joyida turib qoldi, ha? Mumkin emas. Darhol o'tkazib yuboryapti Ahmadaliyev. To'g'ridan yo'llangan zarbasi o'tyapti. Qalama qarshi zarbalar. Oyoqqa tashlanishga harakat qilib ko'rdi, bermadi. Qirg'iziston vakili. Qanday tezkor qo'llar bor ekan, ha? Ahmadaliyev. Javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi Yo'ldoshev. Yaqol Zardors qo'shagaligini ko'rinyapti Ahmadaliyevning. Yo'q harakatlari, ya'ni Chapaqay raqibga qarshi mana shunday ishonch bilan oldinga borayotganligini ham inobatga olishimiz kerak. Uppercut qisqa masofadan Ahmadaliyevdan cross mo'ljaga bormadi va qanday takedowndan qanday himoya, ammo bosimni to'xtatmayapti. Qarang qanday trayektoriya bo'yicha qochyapti Nur Ahmadaliyev. Ya'ni oktagon chetiga taqab olishga imkon bermadi raqibiga. Va aynan zarbalar almashinuvida jangni davom ettirish ma'qul ekanligini chaqirishga bo'lgan harakat. Konsentratsiyani bir zum ham yo'qotish mumkin emas. Bunday jangda ko'ryapmiz. O'ng qo'lni qanday tezlikda ishlatyapti Nur Ahmadaliyev. Low kicklar almashinuvi bir vaqtning o'zida. Cross o'tyapti hozir. Qirg'iziston vakili ijrosida. Bermayapti imkon. 1,5 daqiqa jang qanday. O'ng qo'l yana cross tashlayapti. Ahmadaliyev qo'llar ustidan chap qo'l yon taraflama zarba.
Chapaqay raqibga qarshi mana shunday jang olib borish demak raqibni to'liq o'rganib chiqqan. Va oyoqqa tashlandi, take down bor. Bu juda muhim edi mana shunday palada. Yana og'dir tashlashga harakat qilmoqda. Kerak edi, 1 daqiqa nazoratni yo'qotish kerak emas. Orada ikkinchi zarba. 2 sekundda. Bog'layapti. Bekzod aka, 2 sekunddan turdi. O'ng qo'ling bilan o'ng qo'lni qarmada, o'ng teng tiz uqam. O'ng qo'l bilan o'ng qo'lni qarma. O'ng qo'lni qarma. Sekundan o'tirib olamiz, sekundan. 35 soniya endi nazorat bor, lekin zarbalar ham kerak. 1-2 zarba 30 soniya ichida. To'xtatmayapti bosimni. Faolroq so'rayapti Dadaxon Hasanov. Shahzodbek Yo'ldoshevdan. O'tmadi zarba. Juda yaxshi himoyalanyapti. Rahmataliyev 10 soniya vaqt qolyapti va turishga bo'lgan keskin harakat yiqitishga imkon bermaydi. Tirsakda zarba va raund yakuniga. Ko'rdingiz, ha? Demak, tushunarli bu yerda parterda ham yaxshi himoyaga ega bo'lgan va zarbalar almashinuvidan chegini kuchli bo'lgan Qirg'iziston vakili Bishkek shahridan Nurahmataliyev va imkon qadar tezroq jangni parterga o'tkazib, mana shu himoyasini yorib o'tib, jangni rejalashtirilgan Shahzodbek Yo'ldoshev o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Ushbu jang, bu bahs. Harorati nuqtai nazardan, bosim nuqtai nazardan eng kechaning qiziqarli jangi aniqdir. Cross. Bu kitlar almashinuvi bir vaqtimizda ana bu o'tdi zarba o'tdi bosh qismiga. Zarbalari kuchli. Takedown bor, lekin undan so'ng foydalanish muvaffaqiyatli chiqmadi. Ikkinchi raund. Qora qismiga zarba darhol. Low kick. Cross o'tmadi. Jab boz ko'rmadim ochig'i do'stlar. Har ikkalasi o'tgan edi zarbasini. Chag'itishga harakat qilmoqda. Shahzodbek qo'lni ko'tarish kerak ekanligini uqtirmoqda Nursulton Ro'ziboyev mana bu zarbadan so'ng. Chap qo'l cross. Low kick. To'rt daqiqa vaqt qolyapti. Cross. Masofani his qila boshladi Yo'ldoshev. Poylayapti payt albatta. Oyoqqa tashlanishga, bir zum raqibining konsentratsiya yo'qotishga, lekin o'zi ham yo'qotish kerak emas, chunki tezkor harakatlar bor. Va menimcha biroz sakta ko'rishga Milogek himoyaga tegyapti. Lekin shunda ham muxlislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Mana shu zarba. Yana bir middle kick. Chap qo'l. O'xshlanyapti, demak o'tgan ko'rinadi va javob qaytarish ilinjida hozir otildi. Endi take down amalga oshirsa bo'ladi. Take down bor. Va hozir nazorat qilish kerak mana shu ballada. Umuman qo'yib yuborish mumkin emas raqibni. Ammo ko'ryapmiz, zarba aylanib olishga harakat qildi va aylanib oldi, lekin zarba o'tganligini ko'ryapmiz. Chap qo'l cross. Boshni markazga o'tkazyapti va 3 daqiqa vaqt bor hozir. Shahzodbek Yo'ldoshevda parter nazoratni esdan chiqarish kerak emas.
Bu raqibni muddatdan avval mag'lubiyatga uchratish juda qiyin, shulardan ham taktik yurishni umuman to'xtatish mumkin emas. Va davom etyapti. Mustahkam ushlab oldi, nazoratni qo'yib yubormayapti. Chap qo'lda ikkita zarba yaxshi. Mumkin emas qo'yib yuborish. Turyapti Qirg'iziston aka. O'ng qo'l qisqa masofadan zarba, yana zarba. Ikkitasini yo'lladi middle kick ortidan, yana bir middle kick. Chap qo'l, o'ng qo'l zarbasi, ehtiyot bo'lish kerak. O'ng qo'l zarba, ehtiyot bo'lish kerak albatta. Va take down yana bitta amalga oshiryapti. Nazorat bor, yon taraflama. Turishga imkon bermayapti, butun vaznini tashlayapti. Shahzodbek Yo'ldoshev, Nurahmataliyev endi ground and pound boshlanyapti. Mana bu yerda faqat zarbalar yo'llash lozim. Mana shuni pallada. Turishga imkon bermagan holda. 3-chi yerdan uzilgan zahoti zarba yo'llashga urinib ko'rdi, o'zi ham o'tkazib yubordi. Shahzodbek lekin yaxshi o'tkazyapti. Mana shu raundni 1,5 daqiqa vaqt qolmoqda. O'tdi zarba. Raqibni bir zum muvozanatdan chiqarishga muvaffaq bo'lgan edi. Ikkinchi raqam bo'lib ishlayapti. Kerak emas mana shunday masofada turish. Low kick. Parterga juda xavfli chap qo'l. Ahmadaliyevda ko'rdik. Tezkor va mo'ljalga borsa, ko'pincha bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Ammo harakat qilyapti Qirg'iziston vakili mana shu zarbasini aniq yo'llashga. Chunki tushunib turibdi. Zarba o'tkazib yubordi, ikkinchisi chap qo'lda ham yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Nafasni rostlayapti chamamda. Shahzodbek va chap qo'l qisqa masofadan zarba kutilmaganda raqibini kutib oldi. Low kick, back fist. Time out. Mana bu yerda beldan past qismga zarba berib yuborgan ko'rinadi. Va nafasni rostlab olish imkoniyati bor. Ko'rdi buni Dadaxon Hasanov, referi. U qanday qiziqarli jang-a. Har ikkala sportchi yuqori darajada ekanligini ko'rsatyapti. Low kick ichga. O'ng qo'lda cross. Chap qo'l yana cross. Ehtiyot bo'lish lozim. Mana shunday zarbaga o'tishdi. Yana bir take down round so'ngida va bo'ldi. Bong bilan zarba birgalikda yo'llandi. Va ikkinchi raund yakuniga yetdi. Endi bemalol aytib o'tishimiz mumkin, ikkinchi raund Shahzodbek Yo'ldoshev tomonidan. Birinchi raund balkim bilmadim, birinchi raund borasida fikr bildirish qiyin, chunki qariyb 4 daqiqa tik turgan holda jang olib borildi. Shahzodbek ikkita hujum amalga oshirdi. Lekin bo'lmagan edi o'sha 4 daqiqa ichida, ammo o'sha 4-daqiqa, ya'ni 1 daqiqa vaqt qolganida raund yakuniga yetishiga take down bor edi. Takroriy lavhalar do'stlar. Ular esa kam emas. Yetarli darajada. 3-nuqta yerdan uzilmagan ekan. Mana bu o'ng qo'l cross. Juda xavfli. Bekzod Jiyanov tegishli ko'rsatmalarni beryapti. Oktagonning shikasi yetgan joyi ham biroz ipiqqa keltirildi. Mana shu raundni ham bundan avvalgisidek o'tkazish kerak. Tamom. Ro'zaboyev hayajonda. Nursulton va 3-raund. Low kick. O qanday taktik kurash kechyapti do'stlar. Aql bovar qilmaydi. Tinmasdan oldi, ya'ni chap qo'li tomoniga o'tishga harakat qilyapti. Ehtiyot bo'lish lozim. Ikkita zarba bilan oldinga tashlandi. Juda tezkor qo'llar bor ekan. Ahmadaliyevni
Jelga bormadi hozir jab. Low kick. Синий угол, 2 секунданта. Синий угол. Moq qorin qismiga zarba. Takedown kerak. Chap qo'l cross. Yo'ldoshevdan. Juda yaqin kelyapti mana shu zarbalar. Juda ham yaqin. Bu degani shu darajada konsentratsiya yuqori bo'lishi kerak. Yaxshi zarba chap qo'l, qisqa masofada kutib oldi raqibini. Qo'lni pastga tushirish mumkin emas. Bitta takedown, og'ib ketdi hozir, lekin jazolamadi raqib uni. Chap qo'l zarba. Yon taraflama. Ehtiyot bo'lish lozim. Tashlanyapti. Chag'duch harakat oyoqqa tashlanayotgandek ko'rsatdi, ammo tashlanmadi. Chunki raqib bunga tayyor ekanligini ko'rdi. Bitta takedown, Shahzodbek, bitta takedown. Bitta takedown kerak. Juda muhim mana shunday pallada. Tashlandi oyoqqa. Tashlandi, oxirigacha yetkazish lozim. Va qo'yib yubormaslik shart bunday pallada. Back mount. Aylantirib tashlashga harakat qilib ko'rdi Qirg'iziston vakili. Ammo uddasidan chiqa olmadi va mana bunday ehtiyot raqibini oyoqlarini o'tkazib olish kerak. Lekin Nur Ahmadaliyev ham noyerdan emas, tirsagida ikkita zarba. Yana bir bor harakat qilib ko'rdi. Oyog'ini o'tkaza olmayapti hozircha. Son qismiga tizada zarba yo'llayapti. Aylanib olishga harakat qildi va aylanib oldi. Qirg'iziston vakili. Vaqtga ham hatto qara olmayapmiz. 2 daqiqa. Yana bitta takedown. Shahzodbek kerak, juda muhim. Chap qo'l cross. Harakatlanishni to'xtatmagan holda Ahmadaliyev o'ljasini qo'yayotgandek mana shu o'ng qo'lini tayyorlayapti cross otishga. Overhand yo'llashga. Cross tayyorgarliksiz, lekin bor takedown. Va bu juda muhim edi. Mana shu takedown juda muhim edi. O'tayotgan raund mobaynida endi biroz nazorat ushlab qolish kerak. Juda muhim nazorat, qo'yib yubormaslik lozim hozir raqibini. Shahzodbek takedowndan so'ng ground and poundda 1-2 zarba yotyapti raqib ustiga. Yana nazoratni yo'qotmayapti, gard holati. Zarbalar yo'llagan holda nazoratni yo'qotmaydigan bo'lsa, bu albatta g'alaba, bu albatta revansh bo'ladi. 1 daqiqa vaqt, Shahzodbek, 1 daqiqa vaqt. Faollikni yo'qotmagan holda. Bor yon taraflama nazorat. Raqibga harakatlanish imkoniyatini bermadi, lekin qarang, har qanday uchburchak holati yuzaga kelyapti. Mumkin emas. Mumkin emas. Shahzodbek 40 soniya vaqt qolmoqda. Bo'yni baland ko'tarib turibdi. Chiqib ketish lozim. Chiqib ketyapti va Hammer Fist oldidan darhol yana bitta ground and pounddan zarba. Muhimi chiqarib yubormaslik raqibni mana shu holatdan. Eng muhimi shu hozir. Juda oz vaqt qoldi. Ushlab turibdi nazoratni Shahzodbek Yo'ldoshev. Lekin turib olishga harakat va jang yakuniga yetdi. Ikkinchi, uchinchi raund shubhasiz Shahzodbek Yo'ldoshev foydasiga. Shubha hech qanday yo'q bunday pallada. Umuman yo'q, qadrli do'stlar.
3 raund to'liq davom etgan jang. Chiroyli g'alaba, revansh. Qiyin jang. U yanada totli bo'ladi. Revansh olindi. Shaxsan men endi hakamlar qanday qaror qabul qiladi bilmayman, ochig'i. Ko'ramiz, kutamiz ularni ham yakuniy qarorini, lekin tushunib turibdi har ikkala burchak bu jangda kim g'alaba qozonganligini. Tushunib turibdi, shubhasiz trilogiya bo'ladi bu ushbu qarama-qarshilikda. Haqli bo'lishi trilogiyani qachon faqat va bo'ladimi? Meni fikrimcha 3-marotaba jangni amalga oshirishga imkon berish kerak. Bu ikkala sportchiga, lekin bugungi jangda Shahzodbek Yo'ldoshev revansh oldi. Demak, ko'pdan kutilgan revansh. И победитель данного поединка Shoh борьба! Shahzodbek Yo'ldoshev. Shahzodbek Yo'ldoshev raqibiga ham minnatdorchilik bildiryapti. Qanday bosimdan qutuldik, hozir qanday hayajondan qutuldik do'stlar.